hurmatli kuzatuvchilar, hamda barchaga ko'rishlarimiz sizga kanalimizga. Sizlarga assalomu alaykum, xush omading kanalimdan obzorga sizlarga men go'y fushi bu qachon qilishi bu hash muhabbat g'izayliga. Bu necha oylik bo'z? 7 muhabbat g'izay 50,000 somon bu muomala dora. Men bu qachon bu? Bu qachon dora? Bu 7 muhabbat g'izay. Bu 15 litr shermedada. 17-15 litr suti bor. 7 oylik bo'z, oldagi ham ho'kizcha 50,000 somon yana muomalasi bor. Birinchisi bu. Bunisini qancha dedingiz? Mana bunisi, akalar, buni g'inojincha shibet bu, akalar. Shibet, mana bu chorniya postra, bulam chorniya postra, hamma chorniya postra bular. Bu 27,000 somon yana muomalasi bor. Bizda 7,000 somon isham muomala dora. Bulan bo'zmi? Necha oylik? Chormoa bo'g'izay ishamiz. 4 oylik bo'g'iz ekan. Bu 27,000 somon yana muomalasi bor. Bolasi g'inojincha shibet. Bu soloch g'inojincha shibet deymiz mana. Xo'p, isham chorniya postra, ham buqacha, shashmoha bo'g'izay bo'ya. 49,000 somon bu muomala mashava. Akalar, bu 49,000 somon yana muomalasi bor. Bu 4 oylik bo'z ekan akalar bu. 4 oylik bu? 6 oylik bo'z ekan bu. 6 oylik bo'z. Hali bular tugamagan akalar. Mana bu tomonda ham bor akalar. Daqqa qilib. Samarqand. Mahkamdan chiqib Samarqand. Xo'p, mana simental, hozir simental akalar. Bu hali yosh akalar. Yosh simental. Ko'ryapsizmi? Bu 28,000 somon yana muomalasi bor deyapti uni. 28,000. Bizda 8,000 somon simentali toza aka. 8,000 somon bu muomala mashava. Ay kamtar uzoqroqdan nariroqdan. Bu diqqat qilish kerak. Ishal xastamlar ham simentali toza. Bizda 9,000 somon bu muomala mashava. 29,000 somon bunisi. Yana muomalasi bor. Bulam simental toza akalar. Bu tomonda yana maydaganasi bor. Bu 18,000 somon deyapti. Bu qancha deng? 18,000 dedingiz? Mana 18,000 somon bulam simental. Buni ham muomalasi bor akalar. 18,000 somon desiz, ham muomala dora. Ratirdan bering. Xo'p, akalarimiz, bir diqqat tomosha qilinglar. Bu 18,000 somon yana muomalasi bor. Mana bunisini 29,000 somon dedi. Yana muomalasi bor mana. Simental. Ko'ryapsizlarmi qanday? Bu вообще semiz buqacha. Bizda 9,000 somon ko'rsatisha. Ne isha? Bizda 8,000 somon mega. Isham tarbiya kolona. Mana gizallaka. Ko'ryapsizlarmi qanday? Chetki. 3 ta simental bor. Keyin bu yerda chorniya postralar bor akalar, mana 49,000 somon. Mana. Xo'p, akalar, yana bitta narsani aytib o'tib ketishimiz mumkin. Hozir sovib ko'rsatadi. Mana shu apamiz sovib ko'rsatadi. Qancha suti bor, sizlarga batafsil ma'lumot beramiz ostiga. Mana bu qacha 49,000 somon, 6 oylik bolasi bor. Mana ki bunisi 28,000 somon yana muomalasi bor dedi. Buniki 4 oylik bolasi bor, bolasi shibet mana. Xo'p, mana 50,000 somonlik. 50,000 somon juda ham katta ekan chorniy postra. Buni 15 litr suti bor ekan. Mana ki bolachasi buni, akalar. Ho'kizcha bilan buqacha desangiz 50,000 somon ko'tasan endi. Qanda kolonay. Marhamat. Xo'p. Manzilimiz akalar Nohiy Qabadyon, Dixey ijtimoiymi? Dixey ijtimoiy desangiz. Nohiy Qabadyonda ijtimoiy degan joy bor. Dixey ijtimoiy Dvorata Chorbog'da oldida mana shular sotiladi. Kelasizlar, telefon qilasizlar, sizlarga batafsil adresni aytib o'tadi akamiz. Xo'p, mana. Simentallar ko'ryapsizmi qanday? Chotki simentar, gap yo'q. Xo'p, mana akalarimiz sovib ko'rsatamiz hozir sizlarga batafsil qancha suti bor mana. Bemalol opamiz aytayapti, hozir ko'rdim, xaltalar tarang-tarang qattiq uyilib turibdi.
Opamiz aytyapti, qaymoqli sut bo'ladi dedi ularda dedi. Mazza qilib yeb yeysiz. Mana sizlar uchun akalar, misol uchun chorniya postra degan so'ragan ko'kalarimizga mana sizlarga eng zotli mollar, kelajagi bor. Mana hammasi bular ho'kizcha, mana shu ikkovi bilan kelajakda bismillahirrohmanirrohim buni olsalaringiz agar ichidagi yana bo'g'oz ekan 6 oylik. Bu katta bo'ladi. Mana bittasini o'zidan mana shu 49 ming so'mdan lechni pul chiqib ketadi inshaalloh. 49 ming bo'lsa 40 mingga ham soting shuni. Mana chida bolasi bor yana ham bo'ladi. Akalar 49 ming so'm bilan muomalasi bor yana. Keyin bitta narsa bu bolasi shvit ekan buniki. 6-7 litr sut berar ekan. Bular 15 litr sut berar ekan. Mana shu ho'kizcha buni. Shuni bolasi. Gapi yo'q. Biznesmenlar qayerda qoldingiz? Hoji akalar. Chiqingizlar mana sizlar uchun fermerni mollar bular hammasi. Gapi yo'q. Mana sementallarda dodasi. Sementallar. Sementalga qiziq aytgan aka-ukalarimizga mana sizlarga semental mana. Arzoni kerakmi? 18 ming so'm yana muomalasi bor. Xo'p, qimmatroq kerakmi? Kelajak uchun mana 29 ming so'm yana muomalasi bor ekan mana. Kelasizlar oldidan haqiqatan semiz bular. Mana bu 28 ming so'm yana muomalasi bor. Marhamat. Tushunasiz? Bizda 8000 so'm guftaysiz, bu muomalaga javob. Sementali toza. Bizda 9000 so'm. 18000 so'm mayda kash. Mayda 8000 so'm. Uspetkin desangiz tez yo merava. Marhamat. Chorniy postra dar ko'ray mana polni hamma chorniy postra. Semental dar ko'ray joyda semental. Xo'p akalar, sovib oldik. Mana shu yerda turibmiz. Mana satilda to'la sut hozir mana shu yerga olib keldik. Mana shu. Hozir savdo qilamiz. Va 20 litrlik satil akalarimiz. Mana sut o'zi pashti to'lmas qolgan. Gap yo'q. Suti zo'r ekan. Shuncha sut bersa, sizlar bilasizmi, har kuni magazinlarda bir 4-5 tasini baylab telasizlar. Sut bilan. Marhamat, kimga ho'kiz kerakmi? Xo'p. Sog'ilgan mollar kerak mana sog'aytigan sut ichib turamiz degan ko'kalarimizga mana sutdan to'yib, qatig'idan ham to'yib, magazinlarga ham tarqatib telasizlar. Magazinlarda har bittasini ta'minlab telasizlar. Gapi yo'q lekin. Hammaga omad, marhamat. Uspet qilingizlar, ho'kizlar sotiladi. Chorniy postralar ham sotilar akalar.